Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli aka-ukalar. Semiz buqa ishqibozlari. Andijon Asaka Payshanba mol bozoridan sizlar uchun semiz buqalar qatoridan video syomkalar boshlayapmiz aka-ukalar. Ertalabdan nasib qilsa sotilgan, savdo bo'layotganlar qatoridan sekin-sekin ko'rsataveramiz. Hafta kuniga payshanba 27-noyabr bo'ldi aka-ukalar. Biz videolarni boshlaymiz. Xato kamchiliklarga oldindan uzr so'raymiz hurmatli aka-ukalar. Har doimgidek videolarimiz ma'qul keladigan bo'lsa, obuna bo'lib, bir donadan like tugmasini bosib qo'ysanglar xursand bo'lgan bo'lardik. Qaysilar savdo bo'lyapti aka-ukalar? Hurmatli chorvador aka-ukalar, endi siz ham uyingizdan chiqmasdan turib molingiz kilosiga aniqlik kiritishingiz mumkin. Andijon tarozi xizmati jamoasi bu borada sizlarga yordam beradi. Bemalol aloqaga chiqasizlar, telefon raqamlarini qoldirganmiz aka-ukalar. Kimgadir mana shu xizmatda qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib bog'laninglar. Uylardan chiqmasdan turib tarozi xizmatidan foydalanib, molinglarning kilosiga aniqlik kiritinglar. Akalar? Manami? Mana mollarmi? Nech puldan? Bilmayman. Aka? Meniki 29 ga. Qaysi u? Mana molim 29,5 million so'm savdo bo'lyapti ekan mana. 29,5 million so'mga mashina berdim. Ishga. Mana. 29,5 million so'mdan mashina berilmayapti. Hurmatli aka-ukalar, mana shu molimiz 40 million 500 ming so'm savdo bo'lyapti ekan. O'sha yerda o'zida 40 million 500 ming so'm. Taxminiy bo'ylari 1.45 atrofida. Tiri versa ham xudo xolasa bir 700 kiloga yaqin bo'lgan buqa bo'lsa kerak. 650 kilodan yuqoriga o'xshayapti. Lekin yaxshi semirgan, chiroyli semirgan mol ekan. Sotilib qolsa nasib qilsa chiqishdingmi? sizlarga sekin ko'rsataveramiz aka-ukalar. Mana orqalari ham yaxshi kelishgan mol. So'zingizdan foiz beradigan, yaxshi prosent beradigan mollarda bular. Xo'p, mana shu buqalarimiz aka-ukalar 60 ming so'mdan tarozi savdo bo'lyapti mana shu yerda. Akalarimiz 60 ming so'mdan tarozi so'rab turishibdi. Ko'ringlar, buqalar lekin semirishda chempionlar ekan. Semirish bo'yicha mana. Sizlarga yaxshilab ko'rsatib beraman bularni. Uyda buqasi bor aka-ukalarimiz bemalol holatiga solishtirib olaversa 60 mingdan tarozi savdo bo'lib turibdi, berilmayapti ekan mana. Ikkalasi ham go'zal semirgan bo'yinlik. Taxminiy veslari 550 kilo atrofida bo'lgan buqalar mana. Mana 500 kilo oshira olsa, mana 550 kilo kelsa kerak mana. Dumba solgan buqalar mana. Buqalar serob. Semiz buqalar serob. Hurmatli aka-ukalar, mana shu sementalimiz ham sotilibdi. Sotilganlar qatorida mana 66 ming so'mdan hozir men eshitgan narxlardan eng yuqorisi mana shu bo'libdi mana. 66 ming so'mdan taroziga 700 necha kilo aka bu? 748 dan ishdi. 750 kilo atrofida chiqibdi endi. Hozir aniq kilosini bilmadik-ku. 750 kiloga yaqin shuni atrofida bo'lgan kiloga shunaqa chiqibdi. Ertalabda sotilibdi. 66 ming so'mdan mana. Lekin sementalda yaxshisi ekan, zo'r ekan. Zotli mol, yaxshi mollar bozorda pul o'lyapti. O'ziga qarab hammasi ham. Xo'p, aka-ukalar, mana shu yerda mana shu mollarimiz sotilibdi. Hozir sekin-sekin narxlarni bilamiz. Jasur aka, bu qizil. Qizil necha pul oldi? 50 million 500 beryapti Bu bilan bunga 50 million 500 ming so'm mana. 50 million 500 ming so'mga mana. Bu radarga tushib olishda mo'limiz qoladigan. Qizilchi qizil. 59 million bor. 59 ming so'mdan tarozi sotilibdi. 57 ga 58. Bormi? 58 ga 57. 57 mingga olindimi? 57 mingdan 58 mingdan. Mos 58 ming so'm, mos 57 ming so'm. 5 kilodan 5 kilodan skitkasi borga olinibdi mana. Lekin mana 58 mingga olingan mol ham juda go'zal ekan. Yana aramchimi? Oldingizmi? Yaxshi go'zal ekan mana. Mana bu qoladi holatlar, hurmatli aka-ukalar, ko'rib baho beringlar mana. Sotilganlari mana shular ekan hozircha. Sekin ko'rsataveramiz, tarozidan ham ko'rsatamiz yani. Xo'p, akalar, ukalar, mana ola paroda buqamiz, navbatdagisi. Aka, nech pul savdo qilyapti bozor? 30. Nech pul narx aytyapsiz? 40 million so'm narx aytilyapti, 30 million so'm bozor pul beryapti mana shu mollarga. Ola paroda hali boqadigan mana. Golstein parodasi mansub
molimiz bor aka ukalar. Tam 28 so'raydi. Xo'p, hurmatli aka ukalar, mana akalarimizdan 4 dona dehqonchilik aka bular. Dehqonchilik buqalar chiqibdi mana. Semiz buqalar. Mahcham 500 kilo, 550 kilo atrofida mollar bo'lsa kerak endi. Taxminiy veslar endi. 500 kilo minusda mollar. Unaqa emas, 550 tepasida. 550 kilonimi? 550 kilon tepasida ekan akalar. 550 kilon tepasida ekan. Men adashibman. 550 kilon tepasida deyapti. Hech pulda so'rayapti aka taroziga. 60-61 ming so'mdan mana bozor pul berib turibdi akalarimiz. Mana 4 dona shunaqa dehqonchilik buqalar chiqdi. Mana. Mana akalar, xudo xolasa yaxshi semirgan buqalar olib chiqishdi. Bu olaga hech pul berishyapti aka? 30 million berdi. 30 million so'm olasiga berishyapti. Akalarimiz mana olasiga 30 million so'm pul berishyapti. Ko'ringlarchi. Aka nechi pul bordi bu? Ya nechi pul? Mana 30 million so'm kami bor ekan akalar, mana holat. Che baxmaroq lekin sifatli mol ekan mana. Qo'y aka shuni ham mana akalar o'yin solgan yaxshi semirgan buqalar qatoridan yana ko'rsataveramiz aka ukalar mana. 38 million so'm kami bor ekan mana shu buqamizni ko'ringlarchi. Hali jiddiy savdo bo'lmadi deyapti akalarimiz. Mana bu. Xudo xolasa savdolari, barakalari bo'lib qolsa birgalikda ko'ramiz. Aka taroziga ham so'ramadim aka. Yaxshi. Homollar kimda? O'zlaricha tortib ko'rishyapti bu buqamizni qani. Kilolarni aytsa sizlar bilan birgalikda bilamiz. Birgalikda kuzataylik, hurmatli aka ukalar. Necha kilo keladi? Qaysi kanal bu? Chorvatayn. Chorvatayn. 460 kilo dedim, necha kilo dedi buni? Kilolarni aytmadi. Hop, mana go'zal mollar ko'rsataylik akalar bittadan. Aka necha puldan bo'lyapti aka bular savdosi? 61 million beryapti ekan. 61 million so'm ekoviga, 30 million 500 ming so'mdan qo'y suyug'iga to'g'ri kelyapti. Yura aka. Mana bozor pul beryapti mana shu mollarga. Tarozigachi, tarozi so'ramadim aka? Taroziga ham 61 dan. Taroziga ham 61 dan savdo qilyapti ekan. Yo'g'on, chiroyli, sifatli mollar ekan. 30 million 500 ming so'mdan bozor pul beryapti. Bitta aylantirib ko'rsataman. Yaxshi mollar mana shu mollar. Sifatli kuchli mollar mana shu mollar. Bitta mashina olsam mana bu. Mana shunaqa gaplar hurmatli aka ukalar, mana semiz buqalar qatorida 58 ming, 57 mingdan boshlab 66 ming so'mgacha bugun narxlarni kuzatdik. 66 mingga semental buqa sotilganini ko'rdik. 57 ming, 58 ming so'mga o'zimizda jaydar buqalarda sotilgan savdolarni ko'rdik hurmatli aka ukalar. Bugungi narxlar o'rtacha shunaqa narxlarda ichida ekan. Buqani holatidan, buqani semizligidan kelib chiqib 1-2 ming so'm ma'ri berishi bo'lishi mumkin ekan. Shunaqa narxlar aka ukalar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun xizmatdamiz. Qo'ldan kelgancha sifatli qilib video olib berishga harakat qilamiz. Xato kamchiliklarning nuqsonlariga yana uzr so'raymiz hurmatli aka ukalar. Obuna bo'lib, bir donadan like ni bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ysanglar xursand bo'lamiz aka ukalar.